sevgimiz bor. Qo'lni to'xta. Ne telefon qilsam olmaysan, SMS yozsam yozmaysan. Gapir. Chunki siz og'zingiz sasiydi. Nima o'zingizga sezilmaydimi? Senga gapiryapman. Yo, menga xiyonat qilib yuribsanmi? Unaqa emas. Ko'zimga qarab gapir. Shuni gapiravering. Ko'zimga qarab gapir. Polis olib gapiring. Anta adab turibdilar. Ko'rib qolsalar dabdala bo'ladi. Hadi, hozir borib gaplashaman. Ulug'ga kerakman. Kerak. Ulug'ga iltimos unaqa qilmang. Qilaman. Ulug' aka. Assalomu alaykum. Qizim nima deyapti bu? Ada yaxshimisiz? Gapni burma. Kim bu? Hech qanaqa yomon hid sezmadingizmi? Burnim bityapti-yu. Qarang, men qizingizni sevaman. Bu ham meni yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Adam bilan gaplashavering. Yo bola, ko'p gapirma. Men gapirmasalar ham mayli. Bunaqa narsalarni kattalar bilan hal qilish kerak. Uydilaring jo'nat, gaplashamiz. Yes! Xohlasangiz o'zim haqimda gapirib beraman. Ada nima qildingiz? Burnim bityapti-ku, mana ochildi. Yoshim yigirma. Bu eshitmang bularni. Hozir sal hayajonlanyaptilar. Naryoqda gaplashib kelamiz, siz bilan uydagilarini jo'natadilar. Ya, atrofda musorka yo'q edi-yu. Bo'tga meni nima olib kelding? Agar meni yaxshi ko'rsangiz, hammasiga ko'nasiz. Hop. Tushunarli. Og'iz hidlanishi ko'pincha tishlarga qoplama ikaris sabab paydo bo'ladi. Yo'q-e. Iltimos gapim bo'lmay turing. Gap faqat tish yuvishda emas deysiz-nam. Tish pastasini ham to'g'ri tanlash kerak. Shaxsan men spat tavsiya qilaman, chunki bu tishlarni silliq qilib yaltiratadi. Tish qanchalik silliq bo'lsa, hech qanaqa qoplama yig'maydi, og'iz ham hidlanmaydi. Rahmat sizga. Endi bu qachon ishlatadilar? Tiring ketdi. Bor rahmat senga. Men sizni yaxshi ko'raman. Mana seni sevaman. Iltimos shularni ishlating, ertaga bemalol gaplashamiz. Hop. Xonim. Bizni sevgimiz bor.